Avvalambor assalomu alaykum barchalaringizga. Bizda xo'p, sizlar bilan bu yerda dasturlash fanini o'rganish uchun yig'ilganmiz, adashmasam, shundaymi? Demak, oramizda dasturlashdan xabari borlar ham mavjud ekan. Bunisi ancha yaxshi. Xo'p, o'zi dasturlashni o'rganish qiyinmi degan savol. Boya haqiqatda o'rtaga tashladida ko'pchilikka qiyinday tuyuladi. Lekin nima deydi, buni tartib bilan olib qaraydigan bo'lsak, aslida qiyin emas. Ya'ni tartibni buzadigan bo'lsak qiyin, tartibni buzmasak bu qiyin emas. Faqat buning uchun bizda o'zimiz dastlab boshidan har doim harakatda bo'lishimiz kerak. Bir dars orqada qolib ketdikmi, keyin qiynalamiz. Dars qoldirmasdan turib to'liq bir tempda boradigan bo'lsak, bu unchalik qiyin emas. Faqat men o'zimda borini sizlarga berishga harakat qilaman. Sizlardan qilinadigan talab bu qabul qilishga harakat qilinglar va tushunmagan joylaringizni joyida so'rab aniqlashtirib olinglar. Xo'p, nima uchun qiyin emas deyapmiz? Sababi biz o'z dasturlash bilan shug'ullanish jarayonida kompyuterga buyruq berishni o'rganamizda. Kompyuterga buyruq berish uchun ishlatiladigan so'zlar bor. Dasturlashda bu so'zlarni kalit so'zlar deyiladi. Va biz shu kalit so'zlarni hammasini o'rgansak va ularni qanday qilib ishlatishni o'rgansak, qiyin emas. Misol uchun bu kalit so'zlarimiz oddiy ingliz tilidagi so'zlar. Ingliz tilida misol uchun tasavvur qilaylik, 200 ta so'zni o'rganish uchun sizlarga qancha vaqt kerak bo'ladi? 200 ta gap emas, 200 ta so'zni o'zi. 1,5 hafta. Agar dasturlashda shu 200 ta kalit so'z o'rgansalaringiz agar sizlarga yetadigan bo'lmaydi. Ya'ni shu 200 ta emas, o'zi 100 ta, 150 ta shunga o'xshash buyruqlar bo'ladi. Shu bilan sizlar bemalol dasturlashni boshlab olishlaringiz mumkin va undan keyin darsiga kerakli bo'lgan dasturlash tilidagi qo'shimcha narsalarni o'rganishlaringiz mumkin. Lekin shu 100 ta buyruqni xo'p, qanday ishlatishni, qayerda ishlatishni, tartibini joyiga qo'yishni o'rganadigan bo'lsak, bo'ldi. Bu qiyin emas. Qiyinchiligi bu aytganimizdek, tartibni buzib qo'yadigan bo'lsak, bo'ldi. Bu yerda tushunishimiz qiyinlashib ketib qoladi. Shuning uchun har darsda aktiv qatnashishga harakat qilinglar. Xo'p, birinchi darsimizni boshladik bo'lmasa, o'zi dasturlash nima? Dasturlash bu kompyuterga aniq va tushunarli buyruqlarni berish jarayoni. Ya'ni kompyuter shunday narsaki, u inson kabi o'ylay olmaydi. U faqat unga berilgan buyruqlarni aynan shu berilish ketma-ketligida bajarib beradi xolos. Xo'p, kompyuter mustaqil qaror qabul qila olmaydi. Agar biz bergan buyruqlarimiz orasida xatoliklar mavjud bo'ladigan bo'lsa, kompyuter buni mustaqil tarzda to'g'rilay olmaydi. Chunki u o'z-o'zidan fikrlamaydi. Faqat shu kompyuterga berilgan buyruqlarni aynan biz bergan buyruqlarimiz ketma-ketligida bajarib beradi xolos. Shu sababli bizdan asosiy talab qilinadigan narsa, ya'ni dasturchidan asosiy talab qilinadigan narsa kompyuterga berilayotgan buyruqlarni aniq yozish. Qadamlarini to'g'ri tartibda belgilab berish va kompyuter tushunadigan tilda berish. Ya'ni buyruqlarimizni kompyuter tushunmaydigan tilda o'zimizning tilimizda shunchaki aytib turadigan bo'lsak, kompyuter baribir tushunmaydi, to'g'rimi? Yoki kompyuterning ichiga yozma ravishda oddiy o'zimizning tilda aytadigan bo'lsak ham kompyuter tushunmaydi. Kompyuter tushunadigan til nimadi? Dasturlash tillari. Ya'ni qaysidir bir dasturlash tilida buyruqlarni berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, dastur yozishimiz uchun bizga birinchi navbatda nima kerak? Birinchi navbatda qaysidir bir dasturlash tilining sintaksini o'rganishimiz kerak. Ikkinchi navbatda shu sintaksda buyruqlarni berish ketma-ketligini. Xo'p, buyruqlarni berish ketma-ketligi esa aynan bizda algoritm deb nomlanadi. Eshitganmisizlar bu so'zni? Xo'p, qaysi so'zdan kelib chiqqanini ham hamma biladi. Qaysi so'z edi? Al-Xorazmiy so'zidan kelib chiqqan algoritm. Xo'p. Algoritm o'zi nimadi? Algoritm shu qo'yilgan maqsadga erishish yoki berilgan masalani hal qilish uchun bajariladigan ketma-ketliklar. Ya'ni amallarni tartib bilan kelish ketma-ketligi algoritm deyiladi. Oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak agar, bu biror ishni bajarish bo'yicha shunchaki yo'riqnoma.
buyruqnomaga sizlarga misol qilib aytishimiz mumkin. Bundan oldin ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin. Oddiygina qizlarimiz ko'p ishlatadi. Ovqat pishirish uchun retsept. Shu retsept shunday ko'rsa bo'ldi. Bemalol pishira oladi. Yoki bo'lmasam buni matematik misollarda ishlash jarayonida ham qo'llashimiz mumkin. Masalan, oddiy matematik misollardan kvadrat tenglamani keltiradigan bo'lsak agar, kvadrat tenglamani ishlashda aniq algoritmi qaysi? Balandroq ayting, eshitilmadi. Diskriminant, to'g'ri. Demak, diskriminantda shu aynan tartib berib qo'yilgan bizga, o'sha tartib bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, har qanday kvadrat tenglamaga xos bo'lgan misollarni ishlab bilishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam bu algoritm sifatida biz oddiy mebellarni yig'ishni ham nimasini ko'rishimiz mumkin. Mebellarni yig'ish bo'yicha qo'llanma bo'ladi. Shu ham bizda oddiy bir algoritm hisoblanadi. Xo'p. Keyingiga o'tamiz. Algoritmning asosiy xususiyatlari nimalardan iborat? Har qanday algoritm bizda diskretlik bo'lish kerak algoritmda, ya'ni shu oldimizga qo'yilgan maqsadga erishish uchun jarayonlarni alohida qadamlarga ajrata olishimiz kerak. Ya'ni alohida yakunlanadigan kichik qadamlarga ajrata olishimiz kerak. Xo'p, keyin algoritm aniq bo'lish kerak, ya'ni unda aniqlik bo'lish kerak. Bir qadamdan keyin keyingi qadamdagi jarayon bizda so'roq ostida qolmasligi kerak. Unday bo'lsa bunday, bunday bo'lsa bunday, masalan aytaylik, qaysidir qadamdan keyin yoki bunday bo'ladi degan narsa bo'lmasligi kerak. Aynan mana shunday ko'rinishda ketadi. Qisqasi, orada noaniqlik bo'lmasligi kerak. Keyingisi natijaviylik. Ya'ni har qanday algoritm chekli qadamlardan keyin oxiriga yetish kerak. Albatta biror bir natija topib berish kerak bizga. Kvadrat tenglamada ham ko'radigan bo'lsak, bizga berilgan qadamlarni bajarib bo'lganimizdan keyin natijasini olamiz. Xo'p, va bu algoritmda ommaviylik bo'lish kerak. Ya'ni aynan shu turdagi, ya'ni biz qilayotgan algoritmimiz, bajarayotgan algoritmimiz nima muammoni ishlash kerakga qaratilgan bo'lsa, aynan shu muammo ko'rinishidagi barcha misollarga to'g'ri kelish kerak. Xo'p, matematikadagi diskriminant qoidasi hammasiga to'g'ri keladi. Har qanday kvadrat tenglamani ishlab beradi bizga. Xuddi shunaqa ko'rinishda aniq qadamlar ketma-ketligi bo'lish kerak algoritmda. Xo'p, algoritmlarni qanday usullarda ifodalash mumkin? Xo'p, biz biladigan oddiy usullarimiz, masalan, retsept yoki qo'llanmalarda oddiy so'z bilan ifodalanadi algoritmlar. Yoki bo'lmasam algoritmlarda biz blok sxemalar ko'rinishida, ya'ni geometrik shakllar yordamida ifodalashimiz mumkin. Odatda bu blok sxemalar ko'rinishi bizda dasturchilar va matematiklar orasidagi suhbatlashadigan bosqich bo'ladi. Yoki bo'lmasam bizda algoritmlarni ifodalashda pseudokod ko'rinishi ham bor. Bu yerda tartibini o'zgartirdim. Aslida pseudokod olayroqda bo'lishi kerak edi. Ya'ni pseudokod nima uchun? Pseudokod bizda bu oddiy inson tili va dasturlashtirilgan sintaksini aralashmasidan kelib chiqqan usul hisoblanadi. Bu dasturchilarni o'zaro suhbatlashish uchun qulayroq usul. Ya'ni nimadirda algoritmni tushuntirish jarayonida shu pseudokod usulida yozib berish, ya'ni to'liq dasturda yozgandan ko'ra pseudokod qulayroq hisoblanadi. Va dasturlash tili, Python, C++, Java va hokazo qaysidir bir dasturlash tilini tanlab, aynan shu dasturlash tilida ifodalash mumkin algoritmni. Dasturlash tilida ifodalash esa bizda shu inson va kompyuter orasidagi suhbat bo'ladi. Shundaymi? Inson kompyuterga buyruqni beradi dasturlash tilida va kompyuter buni bajarib beradi. Xo'p. Bizga eng asosiysi mana shu dasturlash tilini o'rganish. Chunki so'zlar bilan ifodalash yoki blok sxemalar hozirda ko'p joylarda qo'llanilmaydi. Ammo sizlarga aynan keraklisi dasturlash hisoblanadi. O'zi dasturlash tillarining qanaqa turlari bor? Ya'ni dasturlashning qanaqa turlari bor? Xo'p, birinchi chiqqan dasturlash tili bu mashina tili. Ya'ni biz bilamiz kompyuter faqatgina 0-1larni tushunadi xolos, shundaymi? Ya'ni uni xotirasida barcha buyruqlar 0-1lardan iborat. Birinchi mashina tili chiqqan va bu mashina tili 0-1lardan 0-1 bo'lgan buyruqlar ketma-ketligidan iborat bo'lgan. Bu til to'g'risini aytganda inson uchun o'ta murakkab, faqatgina shu kompyuterda o'zi tushunadi xolos hozirgi zamonda.
Mashina tilidan keyin uni sal yengillashtirib, ya'ni osonlashtirish uchun assembler dasturlashtirilishini o'ylab topishgan. Assembler language. Xo'p, bu dasturlashtirish ham o'ta murakkab. Tarkibida add, sub yoki move kabi qo'shimcha buyruqlar qo'shilgan. Kompyuter tiliga juda yaqin, lekin buni o'rganish va bundagi dastur yozish o'ta murakkab. Keyingi etapp esa bizda quyi darajadagi dasturlashtiriladi. Xo'p, bu C va C++. Ya'ni quyi daraja deganda bu yerda kompyuter tiliga juda yaqinroq. Shuni evaziga juda tez ishlaydi. Tizimlar, operatsion tizimlar yoki bo'lmasam driverlar, sxema texnika, robototexnika shunaqa joylarda dasturlar yozish uchun aksariyat hollarda qo'llaniladi. Keyingi etapp esa bizda yuqori darajadagi dasturlashtiriladi. Bularga yana C++, Java, Python, C#, JavaScript, PHP va hokazo bu ro'yxatni anchagina davom ettirish mumkin. Bu dasturlashtirishlarni oldingilaridan farqli tarafi inson uchun juda oson. Ya'ni dasturini yozishimiz ham oson va hozirda asosan qo'llaniladigan dasturlashtirishlar hisoblanadi. E'tibor beringlar, bu yerda dasturlashtirishlar juda ko'p bo'lishi mumkin. Bularning barchasining vazifasi bir xil. Faqat yozilishida bir-biridan farq qiladi xolos. Ya'ni hammasining vazifasi kompyuterga buyruq berish. Va kompyuter bizga nimadir bajarib berish kerak. Faqat unga beriladigan buyruqlar ketma-ketligi bir-biridan farq qiladi xolos. Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi? Shu o'tgan qismimiz bo'yicha. Endi e'tibor beringlar, bu yerda C++ dasturlashtirilishini ham low levelga ham high levelga qo'shganmiz. Shunga e'tibor beringizlarmi? Bunga sabab nima bo'lishi mumkin? Chunki bu dasturlashtirish bizda ham quyi darajali, ham yuqori darajali hisoblanadi. Ya'ni sxemalarga kod yozish uchun qulay, kompyuter tiliga juda yaqin, juda tez ishlaydi. Va bundan tashqari bu bizda yuqori darajali dasturlashtirish ham, ya'ni inson o'rganishi ham anchagina oson. Unda obyektiv yo'naltirilgan xususiyatlar qo'shilgan. Ham ikkala etapga ham kiradi. Shu sababli bizda C++ da odatda o'rta darajali dasturlashtirish deyiladi. Quyi darajali deb qidirilsa ham C++ chiqib keladi, yuqori darajali deb qidirilsa ham C++ kelib chiqadi. Shuning evaziga bu dasturlashtirishimiz bizda anchadan beri top o'rinlarni berib kelmaydi. Xo'p, darslarimizni asosiy qismini biz leksiyada asosiy qismini faqat prezentatsiyaga qaratmaymiz, chunki leksiyani o'zida biz parallel ravishda amaliy mashg'ulotlar ham olib boramiz. Ya'ni ko'proq narsalarni praktik ko'rishlaringiz uchun praktika darsimiz bizda ozroq, praktikada o'zlaringiz yozib ko'rasizlar va bu yerda men praktik ko'proq narsani tushuntirish uchun faqatgina hamma narsani prezentatsiya qilmasdan turib amaliyda ham ko'rsatib beraveramiz. Xo'p, savollarimiz bo'lmasa agar, demak biz dastur yozishimiz uchun endi bizga nima kerak? Shuni o'rganishni boshlaylik. Savollar yo'qmi hech kimda? Demak, endi birinchi bizni dastur yozishimiz uchun nimalar kerak bizga? Shuni aniqlashtirib olaylik. Dastur yozish uchun bizga ixtiyoriy bir dasturlashtirishni sintaksini bilishimiz kerak. Sizlarga o'rgatish uchun biz shu dasturlashtirishlardan C++ tanladik. Bunga sabab ham quyi darajadagi, ham yuqori darajadagi dasturlashtirish bo'lgani va keyinchalik boshqa dasturlashtirishni o'rganmoqchi bo'lgan taqdirlaringizda bu dasturlashtirishni o'rgangan insonga qiyinchilik tug'dirmasligi sabab bo'ladi. Ya'ni sizlar C++ o'rganadigan bo'lsalaringiz, boshqa dasturlashtirishni hech qanaqa qiyinchiliklarsiz o'rgana olasizlar. Oddiygina misol, men o'zim Python dasturlashtirishni o'rganish uchun yarim soat vaqt sarflaganman xolos. Shunchaki bor yo'q sintaksi o'zgaradi xolos. Tushundik-a? Xo'p. Va kompyuterimizga nima kerak? Bizda kompyuterimizda shu sintaksda, ya'ni dasturlashtirishning sintaksida buyruqlarimizni berish uchun oddiygina bloknot yetarli. Bloknot hamma kompyuterda bo'ladi avtomatik tarzda.
Textli redaktor. O'sha textli redaktorning ichiga demak buyruqlarimizni beramiz va buyruqlarimizni berganimizdan keyin biz bergan buyruqlarimiz o'z-o'zidan kompyuter bajarib qolmaydi uni. Sababi biz bergan buyruqlarimizni kompyuter tushunadigan tilga tarjima qilishimiz kerak. O'zi kompyuter nimani tushunadi degandik bu? Faqat 0 va 1larda. Dasturlashtirilgan ham kompyuter to'g'ridan-to'g'ri tushunmaydi. U faqat 0 va 1larni tushunadi. Biz qaysidir bir dasturlashtirilgan buyruqlarni yozib bo'lganimizdan keyin shu yozgan narsalarimizni kompyuter tushunadigan tilga tarjima qilishimiz kerak. Va bu tarjimonlar hozirgi davrda ikki xili bor. Biri kompilyator, yana biri interpretator hisoblanadi. Kompilyator deganimiz to'liq dasturda olib bittada kompyuter tiliga tarjima qiladi. Interpretator degani esa har bir yozgan buyruqlar ketma-ketligimizni qatorma-qator bajarib beradi. Ya'ni qatorma-qator tarjima qilib bajarib beraveradi. Xo'p, biz o'rganadigan dasturlashtirilda, ya'ni C++ da bu kompilyator, ya'ni tarjimon kompilyator hisoblanadi. Endi kelinglar, biz shu tarjimonni qayerdan olishimiz mumkin, qanday o'rnatishimiz mumkin kompyuterda. Shuni ko'raylik. Demak, C++ da yozilgan buyruqlarni kompyuter tiliga tarjima qiladigan tarjimonni olish uchun biz bitly -10 deb yozadigan bo'lsak, internetga o'zi bitly -10 deb yozadigan bo'lsak chiqib keladi. Shuning ichida mana bu exe fayl yuklab olasizlar. Xo'p, darsimiz tezroq bo'lishi uchun men oldindan yuklab bo'lganman. Keyin shu o'rnatilgan, ya'ni shu o'rnatiluvchi faylni ustiga 2 marta bosadigan bo'lsak, qayerga o'rnatish kerakligini so'raydi, tavsiya etiladi. Bu to'g'ridan-to'g'ri C diskning ichiga o'rnatish. Tanlaysizlar C diskni. OKni bosasizlar. Ya'ni C++ ni tarjima qiladigan kompilyatorning nomi MinGV. Xo'p, buning ichidagi mana bu bin degan papkasining ichida ko'plab fayllar mavjud. Kompyuterimiz ichida bu narsa to'g'ridan-to'g'ri ishlashi uchun mana bu manzilni kompyuterni manzillar ro'yxatiga qo'shib qo'yishimiz kerak. Kompyuterni manzillar ro'yxatiga kirish uchun csdm.cpl deb yozib enter bosalaringiz mana bu yer chiqib keladi. Advanced bo'limida environment variablesda demak paz degan joy bor. Shu pazni ochasizlarda new bitta sazdat qilib turib o'sha joyga write qilib qo'yasizlar. Va men buni write qilmayman, sababi buni o'rnatib bo'lganman. Bo'ldi, bu yoqda OK bosiladi. Kompyuterga tarjimon o'rnatildi yoki yo'q, buni bir tekshirib ko'ramiz. Tekshirish uchun kompyuterda demak konsol rejimiga o'tamiz. Konsol rejimiga kirganlar bormi oldin? Foydalanganlar? Demak, buning uchun pusk R tugmasini bosgandan keyin cmd deb yozadigan bo'lsak bo'ldi. Konsol rejimiga o'tdi. Shu yerda tekshirib ko'ramiz. C++ kompilyatorining nomi, demak bu aytganimizdek MinGV bo'lsa ham, uni ishlatish uchun biz G++ buyrug'idan foydalanamiz. G++ version deb yozadigan bo'lsalar, demak mavjud bo'lsa agar qaysi versiyada ekanligini aytadi, mavjud bo'lmasa agar demak xatolik beradi. Bizda mavjud ekan tarjimon. Bo'ldi, endi biz C++dagi buyruqlarimizni yozib, uni kompyuter tushunadigan tilga tarjima qilishimiz mumkin. Kelinglar, birinchi dasturimizda, ya'ni birinchi dasturimiz bizda nima bo'lsin? Juda oddiy dastur bo'lsin. Ya'ni shunchaki ekranga Salom dunyo so'zini chiqaradigan dastur yozaylik. Dasturimizni ishga tushirgan paytimizda ekranga Salom dunyo degan yozuv chiqib keladigan dastur bo'lsin. Bu uchun nima qilamiz? Shunchaki bitta textli fayl yaratamiz. New textli document. Unga nom qo'yamiz. Ixtiyoriy nom qo'yish mumkin. Misol uchun men Salom degan nom qo'yaman. Xo'p, va tavsiya etiladi C++ dasturlarini yozish uchun yaratiladigan faylni kengaytmasi cpp bo'lish tavsiya etiladi. Bo'ldi, salom.cpp degan fayl yaratdik. Endi bu faylning ichida biz buyruqlarimizni berishimiz kerak.
Va demak bizda shu salom cpp fayli ochildi. Ichida hech qanaqa buyruq yo'q hozircha. Uni o'zimiz beramiz. Xo'p. Shunchaki salom dunyo deb yozadigan bo'lsak, dasturimiz buni tushunmaydi, chunki dasturning ichiga berilayotgan har bir yozuvni dastur o'ziga buyruq deb tushunishi kerak. Va salom degan buyruq yo'q. Dunyo degan buyruq yo'q. Shu sababli dasturimiz buni ishga tushiraman degan vaqtda qaraydi, bunaqa buyruqlar yo'q ekan, demak xatolik beradi. Buyruqlarni to'g'rilash uchun biz nima qilishimiz kerak? Bu yozuvni, ya'ni bu salom dunyo degan yozuv hech qanaqa buyruq emas, oddiy yozuv, tushunaymi? Ekranga chiqishi kerak bo'lgan yozuv. Yozuv ekanligini tushuntiramiz. Qo'sh tirnoq ichida yozadigan bo'lsak, dastur buni oddiy yozuv deb tushunadi. Xo'p, endi salom dunyo degan yozuv bo'ldi. Dastur buni ekranga chiqarsin deyapmiz. Ekranga chiqar degan buyruqni yozmasak, dastur chiqarmaydi. Chunki u har bir buyrug'imizda demak, aynan aytilish ketma-ketligida bajaradi. Xo'p, ekranga chiqar degan buyruq qanaqa bo'ladi? Cout. Ekranga chiqarish buyrug'i. Va C++ dasturlashtirilda asosiy talab qilinadigan narsa har bir buyruq tugagandan so'ng nuqta virgul bo'lishi kerak. Xo'p, logik jihatdan bizga yetarli ma'lumotlarni yozdik deb o'ylaymiz, ammo qo'shimchasiga C++ o'zini talab qiladigan qismlari ham mavjud. Ya'ni C++ dasturlash tili funksional dasturlash tili bo'lgani uchun unda berilgan har qanday buyruqlar asosiy funksiyaning ichida berilishi kerak. Xo'p, asosiy funksiya int main ko'rinishda keladi. Mana bu yerda ochilgan figural blokdan toki o'sha blokni yopilishigacha bo'lgan qism asosiy funksiyani tanasi hisoblanadi. Ya'ni biz barcha buyruqlarimizni mana shu ikkita, ya'ni barcha logik amallarimizni mana shu ikkita figural blok orasida yozishimiz kerak. Salom dunyo degan yozuvni ekranga chiqardik. Buni ham qo'shimcha talab qiladigan narsasi oxirida return 0 degan yozuv bo'lishi kerak. Buni yozmasak ham ishlaydi, lekin yozish tavsiya etiladi. Xo'p. Yana nima kamlik qilyapti bizga? Yana kamlik qilayotgan narsa yana qo'shimcha talablari bor. Ya'ni C++ da to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan buyruqlar bor yoki bo'lmasam to'g'ridan to'g'ri bo'lmagan qaysidir kutubxonani ichida tushuntirilgan buyruqlar bor. Misol uchun oddiy primer sifatida keltirishimiz mumkin. Agar kompyuterlaringizda biron bir o'yinlar o'rnatmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, agar yetishmaydigan DLL fayllarni so'raydi sizdan. Shundaymi? Kimdadir uchraganmi shunaqa holat? Piratik saytlardan olgan vaqtda. Xo'p, bu nima degani? Aynan shu DLL faylni ichida sizlarning o'yinlaringizga kerak bo'ladigan, ya'ni o'yinlaringiz ichida qaysidir buyruqni tushuntirgan komanda bor. C++ da ham xuddi shunaqa narsasi bor, ya'ni bizda barcha buyruqlar to'g'ridan to'g'ri ishlamaydi. Endi ba'zilar to'g'ridan to'g'ri ishlaydi, ba'zilar to'g'ridan to'g'ri ishlamaydi. Misol uchun mana bu int to'g'ridan to'g'ri ishlaydi. Return to'g'ridan to'g'ri ishlaydi. Lekin cout yoki mana bu chiqish oqimi bular to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan buyruqlar emas. Bularni ishlashi uchun bizga dasturimizning ichiga aynan shularni tushuntirgan qismni dasturimiz ichiga chaqirib olishimiz kerak. Xo'p, bu chaqiradigan qismimiz odatda bizda kutubxona deb ataladi. Bizda chiqish oqimini tushuntiradigan kutubxona, demak kutubxonalar chaqirilishi uchun reshetka include buyrug'idan foydalaniladi va uchburchak qavsida kutubxonaning nomi keltiriladi. Kiritish, chiqarish oqimi degan kutubxonani chaqirish kerak. Va mana bu cout degan kalit so'zimiz to'g'ridan to'g'ri ishlamaydi. Uni biz qo'shimcha kalit so'zlar ro'yxatining ichidan chaqirishimiz kerak. Mana endi bizning dasturimizni ishga tushiradigan bo'lsak, ekranimizga salom dunyo degan yozuv chiqib kelishi mumkin. Xo'p, dasturimizni saqladik. Endi uni ishga tushirish uchun dastlab
kompyuter tiliga tarjima qilishimiz kerak, shundaymi, buyruqlarimizni. Tarjima qilish uchun yana biz mana bu konsol rejimiga o'tamiz. Faylimiz turgan joyda ochamiz. Faylimiz ekranda edi, ya'ni robot stolda edi, robot stol ichiga kirdik. Endi bu yerda Salom CPP degan fayl bor. Shu faylni kompyuter tushunadigan tilga tarjima qilishimiz kerak. Tarjima qilish buyrug'i qanaqa? Esimizda bo'lsa bizda G++ deb C++ kompilyatorini chaqiramiz degandik. O'sha G++ deymiz. Chiziqcha O kompyuter tiliga tarjima qilgan vaqtda tarjima qilingan faylni nomiga nima qo'ysin? Ixtiyoriy nom. Masalan, dunyo. Qaysi faylni tarjima qilish kerak? Salom.cpp faylini. Bo'ldi, enterni bosadigan bo'lsak, slash qo'shilib qoldi. Enterni bosadigan bo'lsak, bo'ldi, fayl tarjima qilindi. Tekshirib ko'ramiz. Mana Salom CPP turadi, yonida dunyo.exe degan fayl yaratildi. Dunyo.exe demak tarjima qilingan fayl. Buni ishga tushirib natijasini ko'rishimiz mumkin, lekin bu juda tez yopilganining evaziga natijasini ko'rishga ulgurmay qolamiz. Natijasini ko'ra olish uchun demak o'sha exe faylni to'g'ridan-to'g'ri konsolda o'zida ishga tushirishimiz kerak. Demak dunyo.exe ishga tushiradigan bo'lsak, mana bizda Salom dunyo degan yozuvchi kelyapti, shundaymi? Ko'rinyaptimi sizlarga? Xo'p. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, jarayon juda murakkabdek tuyuldi. To'g'ri. Bunaqa usulda dastur yozish haqiqatda aksariyat dasturchilarga murakkablik qiladi. Hattoki professionallar ham bunaqa usuldan qochadi, sababi bundan ko'ra anchagina yengilroq usullar ham mavjud. Yengilroq usul nimada? Ya'ni bizda qiyinchilik nima bo'lyapti? Qiyinchilik asosiysi oddiy bloknot faylni ochish, uning ichiga dastur yozish, keyin yozgan dasturimizni konsol orqali kompyuter tushunadigan tilga tarjima qilish, keyin konsol orqali uni ishga tushirish. Anchagina murakkab jarayon va shu jarayonlarni avtomatlashtirgan oddiy dasturlar mavjud. Ya'ni bitta dasturning ichiga shu jarayonlarning hammasi avtomatiklarda bo'ladi. Bunaqa dasturlarni bizda integratsiyalashgan dasturlash muhitlari deyiladi. C++da ham shunaqa dasturlash muhitlari bir nechta bor. Bularga bir nechta misollarni yozishimiz mumkin. Masalan, CodeBlocks, Dev C++. Xo'sh, Visual Studio. Bu yerga yangi fayl yaratish uchun, demak, alohida bloknot fayl yaratib turishimiz shart emas. Shunchaki file new empty file qiladigan bo'lsak yetarli. Ya'ni oddiy bo'sh fayl yarata olamiz. Yoki bo'lmasam o'zi aytganidek, mana Ctrl Shift N buyruqlarini ketma-ket bosadigan bo'lsak, o'zi fayl yaratib beradi. Fayl yaratganimizdan keyin uni shunchaki saqlaymiz va saqlash jarayonida ixtiyoriy nom tanlab davomida .cpp kengaytmasini qo'yish tavsiya etiladi. Aniqroq talab etiladi. Chunki oxirida biz .cpp sini qo'ymaydigan bo'lsak, bu faylimizni C++ dasturlash tilida emas, C dasturlash tilida yaratib qo'yadi. Xo'p. Endi ichiga dasturimizni yozadigan bo'lsak, bu bloknotda yozganimizdan farqli taraf bu yerda anchagina dasturimiz chiroyliroq formatda chiqadi. Esimizda bo'lsa, bloknotda nimalar yozgandik? Ma'lumotni chiqarish uchun kutubxonani chaqirishimizga to'g'ri kelgandi. Shundaymi? Kutubxonani demak reshetkani bosishim bilan nimalar yozishimni tavsiya qilyapti. Include buyrug'i ushbu joy qavsishida demak kutubxonaning nomi. Xo'p, asosiy funksiyani ichida esa Seout Salom dunyo. Return 0.
Har bir buyruq o'zining demak alohida rangi bilan farqlanib turib, chiroyli formatda ko'rinadi. Birinchi qulaylik shu. Yana bir qulayligi buni ishga tushirish uchun men alohida konsolga kirib, buyruqlar berishim shart emas. Shunchaki mana bu yerdagi build and run tugmasini bossam yetarli yoki bo'lmasam klaviaturadan shunchaki F9 tugmasini bossam ham yetarli. Xo'p, mana bu yerda oldida std degan qo'shimcha komanda qo'shgandik, shuni qo'shishimizni talab qilyapti. Demak, std cout. Endi F9 ni bosamiz. Mana natija bizda konsolda o'zi chiqib kelyapti. Va konsolda alohida ushlab turishimiz uchun ham konsolga kirishimiz shart emas, o'zi avtomatik ochib beryapti. Xo'p, tamom. Savollar bormi bu dasturimiz bo'yicha? Ha, bo'ladi. Faqat balandroq gapira, eshitilish. Anaconda Python uchun. Ya'ni shu Anacondaga o'xshagan qulayroq. Xo'p. VS Code bor. PHP la qulayman, demoqchimsan? Yo'q, nima uchun boshqasini tanlamadik? Boya boshida ham aytdik sababini. Agar sizlar C++ dasturlash tilini o'rganadigan bo'lsalaringiz, boshqa dasturlash tiliga sintaksis jihatdan o'tishlaringiz juda oson. Lekin boshqa dasturlash tilidan turib, boshqa dasturlash tiliga o'tishda anchagina qiyinchiliklarga duch kelasizlar. Masalan, Pythonni o'rgangan odam keyinchalik unga Java yoki C++ kerak bo'ladigan bo'lsa, xuddiki dasturlash tilini qaytadan noldan o'rganganda o'rganadi. Oralaringizda bo'lishi mumkin o'sha Pythonni biladiganlarda. Lekin juda ko'p notanish narsalarni ko'ryapsizlar o'zi. Shunaymi? Yoki shunga o'xshash ko'p primerlar keltirishimiz mumkin-da va shu sababli bizda C++ anchagina universalroq o'rganish uchun, ya'ni boshida o'rganib olish uchun universal, keyinchalik hamma birinchi o'rgangan dasturlash tilida davom etmasligi mumkin. Sababi dasturchilarda asosiy bitta qo'yiladigan talabi nimada? U qaysi firmada ishlashidan qat'iy nazar dasturlash tilini tanlamaydi-da u dasturchi. Proyekt keladi, qaysi dasturlash tilida qulayroq bo'lsa, o'sha dasturlash tilini o'rganib, o'sha dasturlash tilida ishlab ketish kerak. Universal dasturchi bo'lish uchun demak ixtiyoriy dasturlash tilini tez o'rgana oladigan qobiliyat bo'lish kerak. Buning uchun biz o'sha qulay bo'lgan dasturlash tilini tanlaymiz. C++da aytganlaringizdek Anaconda emas, chunki Anaconda Python uchun. C++da o'zini integratsiyalashgan dasturlash mulklari bor. Boya yozdim spiskasini. Bu yerda CodeBlocks, Dev, Visual Studio yoki Visual Studio Code bor. Visual Studio Code'ni ham o'rnatishimiz mumkin, lekin Visual Studio Code universal bo'lgani uchun unga demak C++da aynan ishlatish uchun alohida qo'shimcha narsalar o'rnatish kerak. CodeBlocks o'zi avtomatik tarzda o'rnatib oladi hammasini. Ya'ni o'rganish jarayonida boshida anchagina yengillik qilib beradi bizga. To'g'ridan-to'g'ri o'zi kompilyatorda ham o'rnatadi, o'zi demak ishlash buyruqlarini ham yengillashtirib beradi bizga. Qaytadan beri eshitmay qoldim. Ha? C++ bilan C ni maqsadi pastda bir xil. Prosta C ni qulaylashtirish uchun C++ qilishgan. Serverlarda ham kodlaydi, nima chiplarga ham bemalol kod yozish mumkin. Robot texnika uchun ko'p ishlatiladi C++. Asosan hozirgi paytda shu robot texnikada nimada, keyin sun'iy intellektda komandalarni tezlashtirish uchun ham C++ dan qo'llaniladi. C++ keyin eng ko'p qo'llaniladigan joy bu sport dasturlash. Ya'ni dasturlash musobaqalari. Chunki dasturlash musobaqalarida dasturni ishlash tezligi juda katta rol o'ynaydi. Hakatonlarda unchalik ahamiyatga ega emas. Unda shunchaki programma yaratilsa bo'ldi.
Sport dasturlash yo'nalishida bu o'rtaga masala qo'yiladi va shu masalaga yechim yozilganda, shu yechimga input ma'lumot berilganda natijani juda tez berish kerak output. Shunaqa paytlarda ko'proq ishlatiladi. Yana. Savollar bormi yana? Yo'q ekan. Bo'ldi, agar savollar bo'lmasa agar, demak, buni ichini ozgina tushuntirishga harakat qilaman yana. Ya'ni yozgan dasturimiz ichida o'zi nimalar bor? Xo'p, boya boshida aytganimizdek, demak, kompyuterga beriladigan buyruqlarni o'rganishimiz kerak. Bular mana bu yerdagi buyruq, ya'ni int main buyrug'i nimadir? Bizda asosiy funksiya degan ma'noni anglatadi va bizda logikamiz, ya'ni dasturimizda bajaradigan vazifalari barchasi aynan shu asosiy funksiyani ichiga keltiriladi. Buni oldidagi int shunchaki bu funksiyamizda natijasi butun ekanligini anglatadi. Ya'ni int integer so'zida qisqartmasidan olingan butun. Mana bu yerda return deganimizdan keyin 0 qo'yamizki, shu 0 ni butunligini bildiradi. 0 o'rniga ixtiyoriy son qo'yishlaringiz mumkin. Buni mana anglatyapti. Shunchaki ishga tushirgan paytimizda e'tibor beringlar. Mana bu yerda qo'shimcha yozuv chiqib kelyapti. Process return 0. Agar 0 emas, buni 55 qilsam agar process return 55 degan yozuv chiqadi. Bu yerdagi yozilayotgan sonning farqi shunda. Endi bu yerda dasturchilar tomonidan 0 tanlanish universallashtirilgan, ya'ni aynan shu 0 tanlanish kerak deyilgan. Nima sababdan? 0 dan farqli har qanday qiymatni dasturchilar, demak, dasturning ichida xato bor deb tushunishadi. 0 qaytsa agar dasturdan, demak, dastur to'g'ri ishladi degan ma'noni anglatadi. Xo'p, to'g'ri ishladi degani bu dasturning ichida yechimlar to'g'ri degani emas, endi prosta dasturning bajarilish jarayonida xatolikka uchramadi. Shuni anglatadi. Endi bajarish jarayonida aytaylik, ikkita sonni qo'shish o'rniga ayirish qilib qo'ygan bo'lsak, kompyuter bajarib ketaveradi. Prosta kompyuter bajarish jarayonida xatolikka uchramadi. Misol uchun aytaylik, 5 ni 0 ga bo'lib qo'ysak dasturni bajarish jarayonida. Mumkinmi bu narsa? Matematikada 0 ga bo'lish mumkin emas. Ha? 5 ni 0 ga bo'ladigan bo'lsak, 0 ga bo'lish matematikada mumkin emas. Shunaqa holatlarda demak dastur xatolikka uchraydi va proses 0 qaytarmay qolishi mumkin. Shunaqa narsalarni aniqlash uchun demak 0 bizda universallashtirilgan, xatosiz ishladi degan ma'noni anglatadi. Xo'p, cout nima degani? To'liq kengaytmasini yozadigan bo'lsak agar, demak bizda ko'rayotgan bo'lsangiz, natija qayerga chiqib kelyapti? Qora oynaga, shundaymi? Natija qora oynaga chiqibdimi? Natija? Bu qora oyna kompyuterda nima deb nomlanadi? Balandroq? Endi bilmadim, uni nastroykasini men ko'rmaganman. Menimcha borishi bo'lsa kerak, eng optimal versiyada qo'yishgan. Xo'p, ko'p joyda terminal deyiladi yoki bo'lmasam konsol deyiladi. Ya'ni kompyuter ikki xil rejimdan iborat, o'zi konsol va vizual rejimda. Qora oyna bilan ishlash bizda u konsol rejim deyiladi. Natijani demak hozir biz boshlang'ich o'rganish jarayonida ma'lumotlarni kiritishda ham konsol orqali kiritamiz, dasturning ichiga ma'lumotlarni chiqarishda ham konsolga chiqarib beramiz. Bu o'rganish jarayonida, keyinchalik proyektlar bilan ishlagan paytlaringizda anchagina kirish va chiqish qismi o'zgaradi, boshqa logika qismi qoladi. Xo'p, endi konsol bilan ishlash, ya'ni natijani konsolga chiqarish buyrug'i bizda cout deb nomlanadi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, bu konsol output ni qisqartmasidan kelib chiqqan. Konsoldan C, outputdan out olinganda cout. Xo'p, mana bu esa chiqish oqimi ma'nosini bildiradi. Aslida buni boshqa vazifasi ham bor, faqat coutdan keyin kelsa chiqish oqimi vazifasiga o'tadi. Hozircha chiqish oqimi deb tushunib qo'yaveraylik. Yetarli. Endi e'tibor beringlar, demak ma'lumotni chiqarish, ya'ni konsolga chiqarish, konsol output kelganda ma'lumotni kiritish qanaqa bo'ladi? O'xshash. Konsol input.
Ya'ni konsoldan ma'lumotni kiritish. Konsol input. Buni qisqartmasi qanday bo'ladi? Konsoldan C, inputdan in. Xo'p, yuqoridagi oqimni teskarisi kirish oqimi deyiladi. Teskarisi demak bunisi bo'ladi. Input stream. Va aynan shu ma'lumotlarda demak mana shu bu chiqish oqimi va kirish oqimini qanday ishlashini tushuntirish uchun biz dasturimiz ichiga aynan shu buyruqlar tushuntirilgan kutubxonani chaqirishimiz kerak edi. Kutubxonalar include buyrug'i bilan keltiriladi. Input, output, stream qisqartmasidan kelib chiqqan. Tushundingmi? Xo'p, endi mana bu oldidagi qo'shimcha yozilgan std nimadi? E'tibor beringlar, demak, mana bu yozgan vaqtimizda rangi o'zgarayotgan narsalar bizda kompyuterda buyruqlarda, mana bu int degani bu buyruq. Return degani ham alohida maxsus buyruq. Shout ham rangi o'zgaryapti. Bu ham buyruq, faqat bu buyruqlardan salgina farq qiladi. Nimasida qarab farq qiladi? Har doim ham ishlatilmaydigan buyruq bo'lgani uchun, ya'ni faqatgina konsol bilan ishlash jarayonida ishlatiladigan buyruq bo'lgani uchun buni alohida ajratib olib chiqishgan. Buni demak biz standart buyruqlarning ro'yxatidan olishimiz kerak. std2 nuqta shu narsani bildiradi. Xo'p, savollar bormi? Savollar bo'lmagan bo'lsa, demak bugunga menimcha hozir yetarli. Yo'qlamani boshlaymiz endi. Japan Digital University. O'zbekistonda o'qib, Yaponiyada ishga joylashing.